Jonbas qal'asi Xorazm Ahamoniylar imperiyasidan mustaqillikka erishgandan so'ng miloddan avvalgi 4-5 asrlarda chegara istehkomi sifatida qurilgan. Devorlarning balandligi 10-20 metrgacha yetadi. Qal'a mudofaasini kuchaytirish uchun qo'sh devor tizimi qo'llanilgan. Tashqi devorning qalinligi 1,5 metrni tashkil qiladi. Ichki devorning qalinligi esa 1 metrni tashkil etadi. Tashqi va ichki devorlar orasida 3 metr kenglikdagi yo'lak mavjud bo'lgan. Devorlarning pastki qismi tirqishlar sathigacha shox-shabba, loy va g'isht aralashmasidan ishlangan. Qal'a mashhur sovet arxeologi Sergey Tolstov boshchiligidagi Xorazm ekspeditsiyasi tomonidan birgalikda 1930-1940 yillarda topilgan. Qal'aning tashqi devorlarida mingdan ortiq to'siq tirqishlari mavjud. Bu tirqishlar ikki qator qilib joylashtirilgan bo'lib, himoyachilar pastdagi dushmanga o'q otishlari uchun qulaylik yaratgan. Qal'aning shimoliy-g'arbiy qismida labirintsimon yo'lakka ega bo'lgan mustahkam darvoza majmuasi joylashgan. Bu yo'lak hujumchilarni sekinlashtirish va himoyachilar uchun ularga o'q otish imkoniyatini berish uchun mo'ljallangan. Qal'ada otashgohning mavjudligi bu yerda yashaganlarning zardushtiylik diniga e'tiqod qilganligini ko'rsatadi. Hozirda qal'aning joylashgan joyi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan.